Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan yana Farik. Qo'limda orujadan bilgan bo'lsanglar kerak. Video nima to'g'risida bo'lishini bugun hamyonni kashmarit qilamiz. Nima qilamiz bugun? Mashina ugon qilamiz agar topolsak, agar qimmatini topolmasak, arzon mashina ugon qilamiz. Undan keyin voynichasga hujum qilamiz armiyaga. Agar o'xshasa o'tdan materiallarni olib chiqib ketamiz. Bizda degan yordam kuchlar bor, ularni chaqiramiz. Undan keyin kontrabandaga boramiz, o'tdan sumka olib ketamiz. Xo'p, yana nimalar qilsa bo'ladi? Agar ulgursak, odamlarni ham agrabit qilamiz. Ko'ringlar, video qiziq bo'ladi. Qani ketdik. Esingizda bo'lsa, oldingi videoda aytgandim, 1 million qo'yaman, rozgirish qilaman deb. Uni egasini hozir kim bo'lganini bila olamiz. Tak, Enel Hanes, tabriklayman. Mana shu videoni kommentariyasida o'yindagi nickingizni yozib, telefon nomeringizni yozib qo'ysangiz, o'zim sizga aloqaga chiqaman. Qimmat mashina topa olmadik, oxiri shu Jigulini olib ketishga qaror qildik. Meni yonimda mana o'zimga yaqin bo'lgan, qo'li boshqa joydan o'sgan mafiya. Bu bolaga hech nimani ishon bo'lmaydi, lekin mayli, bugun men bilan yuradi. Ko'ramiz nimani eplar ekan bu bola endi bugun. Boshlandi, mana aytdim-ku, atmichka esidan chiqib qolibdi. Mana uyga borib qaytib keldi, yana olib keldi atmichkani. Hop, ko'ramiz. O'xshatarmikan g'ajabı shu. Hop. Молодец. Faqat bu mashina zakazda yo'q ekan. Parrot. Dalish qidirgani ketdik keyin. Shunaqasi ham bo'lib turadi, mayli, nima ham derdik. Нормально все? Нормально, говорю, все? Qarasam bu ma'no o'zimni sinfdoshim ekan, ekonomik o'zimga o'xshagan. Vo, mana 07 bor edi lekin spiskada. Shuni mana olib ketishga harakat qilamiz endi. Keldik mana pana joylarga. Endi bizdan qilishni boshladim men. Как взлом qilib bo'lishim bilan orqadan kimdir otishni boshladi. Стреляй. Кто это вот? Bunga патроны farqi дам. yo'q. Это свои. Bunga farqi yo'q, ko'rdinglarmi? Xitoy to'g'ri qolib turadi. Qarasi bu o'zimizdan tanish ekan. Hazillashdi, prank qilibdi xullas. Keyin ketdik biz buni svalkaga topshirgani. Yo'lda meni o'yindan otib yubordi, crash berib. Yana boshqatdan kirdim. Jangchilarim yaxshi meni kutib turishgan ekan haligacha. Davom etamiz. Удачи. На свалку, пожалуйста. Mana svalkaga ham yetib keldik. Mana shu joyda sotiladi mashinalar. Hop. Nech pul ishladi bilmadim. Ungacha biz taksimizni kutdik. Keldi наконец-то ham. Где Фарик? Фарик. Dalish ketdik. Lekin mafiya yana parod qiladi hozir. Tushib qoldi yo'lda. Qaytib bordik yana uni olgani. Mana yalanga yoq turibdi. Shu bilan bizda boshqa plan paydo bo'ldi. Kontrabandaga boradigan bo'ldik. Ish qilib o'tda parod qilmasa bo'ldi bu mafiya. Skladimizga kelib aptechka, patron bilan to'ldirdik xullas inventarni. Mana yetib ham keldik.
Sumkani olish kerak. Tez olish kerak, qochish kerak bu yerdan. Hatto FSB yetib keladi sirasi. Hop. Rulga o'tirib olgan. Ну куда ты рванул? Забыл! Ketdik, tezroq ketdik. Ishqilib tushib qolmasin deb yarim yo'lda. Yo'q, yaxshi lekin. Eson-omon yetib keldik uyga ham. Shun bilan biz keyin bu ishdan keyin voyenniy chastga hujum qilishga qaror qildik. Yordamchi kuchlarni ham chaqiramiz. Bu mafiyaga arzimas shtrafkadan arzimas bankka kelgan desanglar ham yo'lda yo avariya bo'lib ketadi, yo cho'kib bo'ladi. Javob. Biz mana shu zapravkani oldiga strelka urdik, mana shu yig'iladigan bo'ldik bolalar bilan. Ja hammasi kela olmasa ham hajaba azginchasi keladi. Xo'p, jangchilarim shu yerda, mafiya shu yerda nimadirlar qilib yotibdi. Mashinani parkovka qila olmayapti. Привыкни к аппарату, нахуй. Не топи ты! Ты чё? Ой, дурак! Mana shunaqa bu bola. Ajoyib g'aroyib. Хенри, это ты тяжелый, перевешивай. Henry esa og'irlik qolsan tush mashinadan deydi. Shu bilan hamma bunga yordam bermoqchi bo'ldi, lekin hech kim buni to'g'rilolmadi. Balon yo'q, orqa balon. Oxiri bir amallab to'g'irladi. Shu bilan mana maskani taqamiz, ketdik olg'a. Keldik. Bombani qo'yish kerak endi. Bomba. Bu yog'i kino boshlanadi endi. Go. Mana shunaqa. O'xshamadi. Bori. Trenirovka qilish kerak, dalsha. Biz shu bilan trenirovkaga ketdik. Men bilan yana sherigim. Qolganlar bilmadim, qaqqa tarqab ketdi. Birinchi raund Deagle'da o'ynashga qaror qildi, lekin tashladi bu bola meni. Deagle menga emas edim, MKda, lekin men o'xshata olaman. Mana bunaqalaridan. Lekin men shu joyda bitta narsa esimdan chiqdi, maska taqish esimdan chiqdi. Chiqishim bilan kutib oldi mana tog'a. Qochish kerak. Ну задержим, стоять. Men хочу. O'zi bitta dona yulduzchan bro. Bular maza qiladi, meni o'sha.
va kakras joyida telefon qildi o'sha. Qutqar mani, qutqar. Yordam kuchlarini chaqirdim. Politsiya hayratda. Hattam 1 sekund ichida. В общем, вы задержаны, проедем в МВД для выяснения обстоятельств. Xohlamayman unaqa narsani. Ataka! Shu kerakmidi? Bu yerdan chiqib yana biza ketdik, qimmatroq mashina qidirib o'g'irlagani va topdik uni. Uni dalaga olib chiqib buzmasak, yo'ldan politsiya o'tib qolishi mumkin. Bandaga tegishli ekan, buni olib ketib bo'lmaydi. Va bizani ana mafiya yana chaqirdi, qanaqadir razborkaga yaqin keldik. Kimdir hujum qilish kerak ekan shu bandaga. Yig'ilgancha yig'ildik. Maslahat beryapmiz bularga. Sen chapga, sen o'ngga. Sen tomga. Atigi 2 ta dona bo'lib kelishibdi bular ham. Bunisi minus, tashqarida yana bittasi minus. Bunda meni alamim bor edi. Именно shu bolada alamim bor edi. Yig'la. Men tomdan kuzataman dedim. Tomdan yaxshi hamma yoq ko'rinadi. Kutdik, qaradik. Kelmadi, hech kim kelmadi, lekin hamma narsani boshlagan mafiya cho'ta ko'rinmayapti, o'zi yo'q bo'pti. Oxiri narigilarning bazasiga o'zimiz borishga qaror qildik. Ikkovimiz u bandani mahallasiga 4 ta mashinada. Oho, mashinalar ham ko'paygan, lekin hammasi arzon mashina ekan. Qarasak hech kim yo'q. O, mana наконец-то mafiya paydo bo'ldi. Keldi mana bu. Endi mana otishsa bo'ladi. Endi mana qattiq jang bo'ladi. Qattiq otishamiz hozir lekin deb tursam, bu boshladi mana yana Michael Jackson raqsini. Ana. Вообще. Tepada paydo bo'lib qoldi. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Mana shunaqa do'stlar, video yoqdi deb o'ylayman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Ketdim men, bo'pti.